O'zingiz biladigan kraska bo'lsa aytavering, endi buncha odam surib taylab qarab ne topdi? Bilganim aka mana shu kapota, eshikga vakuum bor. Orqa eshikga jo'chasi. Qolgan joyi radni chiqadi. Bo'ladigan bo'lsa 70 million beraman aka. Ochiqcha ko'ring, zamin kuzibdan ko'p kishi qo'rqadi-da. Endi ko'p kishi qo'rqishi 90%. Zamin kuzibmi? Ha. Shu daraxt tushib ketgani uchun kapitalni olingan, sug'urta qoplab berganda, Hozir krediti bormi buni? 20 million kredit bor. Bo'ladi, siz 70 million beraman, kreditdan hozir pulini beraman, ertaga yopib kelasiz, tekshirib ko'raman. Toza chiqqandan keyin qolgan pulni beraman. Necha pulga ko'nglingiz 80 edimi? Siroj bozor 77 million. Bermaysizmi 77? Zamin kuzibliklarni hamma narsasini aytgandingizmi? Hammasini aytib, akam ko'rsatib, karta ochib, unaqa yolg'on yaxshi emas. Olayotgan odam baraka topib bilsin, aybini bilsin deb aytilgan. Krediti bor degan uchun so'radim 70. 22 million kredit bor. Sotilsa shunday kreditni yopib, xohlasaga. Oxiri necha pul ko'nglingiz? Aka aytdim 77 bilmadim aka. Yo'q, hozir necha pul bo'lsa bermoqchisiz shunga? Bilmasam, meni hozir o'rayotgan, to'g'ri kelayotgan odam. Qarang, kimdir naqd pul sanayapsa 75 ga berasizmi? Aytib ko'raman o'sha yerga. 78 75 ham deylik. Bermaganingiz qo'ying endi, o'tgan o'tib ketdi. O'tgan kun uchun qayg'urib, mana bu yoqqa o'zimiz urayotganimiz foydasi yo'q. Chunki kechagi kunni qaytarishni umuman iloji yo'q aka. Foydasi ham yo'q. Sharsabz kitobdan hamma olib sotar ham kelib, bo'ynaga qilib, endi 75 naqd pulga chaqib kimdir sanasa berasizmi? Ochiq gapda-da. Men bir aytib ko'raman. Qiynalmang, lekin zo'r narx bo'lgan bo'ladi. Bilmaganim mayli, o'shani bilsin mayli. 77 deyapsiz-da, 77 emas. 2 million qoladi aka, o'sha dunyo pul emas, mayli o'sha. Qarang aka, hali men olayotgan odamni ko'rganim yo'qman bu yerga. O'zim ham ola olmayman. Bir aytib ko'ray 75 deb. Kimdir naqd pul sanasa zo'r narx bo'lgan bo'ladi. Mana shunday haydab ketadi. Balonni, korobka, hadoy, motor, yog'lari, switch hamma narsasi ish qilingan aka. Yarimta kalka zovda bo'ladi. Minuslarga ham yarimta kalka zovda bo'ladi aka. Mashina ishi yo'q. Bo'ladigan bo'lsa ochiqcha ko'ring 75 naqd. Qolgani aqlim yetmaydi. Chin-chinaki buni 75 dan narisini bilmadim. 75 million naqd beraman. Bo'ladigan bo'lsa 1 million qo'yib sotaman men. Bilaman 76 deyapsiz. Qarang, o'sha siz aytayapsizga. Eshitang, 76 deyapsizga, o'sha narxga men sotaman. 1 million qo'yib sotaman, ochiqcha ko'ring. 1 million so'm men o'zim qo'yib sotaman. 76 men sotaman. Bo'ladigan bo'lsa faqat ko'ngilni keng qo'yib bering, tekshirib olaman uni ham. Faqat rozi bo'lib bering. Yo, 1 millionga qaramang. Shuncha hurmat qilib. Aka 1 million emas, 2 million qo'shib bersam hisob kitob chiqmaydi hozir sizda. Ishonasizmi? Uni hisob kitobiga 10 million qo'ysangiz ham chiqmaydi. Aka hozir foydasi yo'q. Ishonsangiz, mana 25 minusga kiraman mana shu mashinadan. Agar xohlang ishoning, xohlang ishonmang. Prosta hozir beriladigan joyni yopib turib, o'sha bir ikkitasi qoladi o'shanga ham. Shunda 1 million pul aka mana ko'chaga ham non choy ichsangiz, u yeb ichib ketayotgan pul so'rab ham o'tmaydi. Hurmat, o'sha Instagramdan ko'rganim shu. Bo'ldi aka, o'shani bak 2 ga bo'laman, sizniki ham bo'lmaydi, meniki ham bo'lmaydi. Ishoning, demang. O'zi 1 million qo'yib sotsam, 5 million qo'yib sotadigan joyim yo'q meni. Va 10 million qo'yib sotadigan joyim yo'q. O'shani 2 ga bo'lib taylaymiz. 75 million 500 ming bo'ladi. Faqat rozi bo'ling ukajon. Mana 1 million so'm qo'yib sotaman hozir. Barakangiz bormi? Barak. Akmal aka qarang. Yo'q, chiqarishga chiqaradi. Mana bu yigitdan olindi. Zamin kuzib, erta bu yigitga boshini qotirmang. Kapital bankdan qarzi bor. Hozir qarzini yopadi. Qarzini yopish uchun pul berasiz. Qarzini yopib, pasport olib tekshirasiz. Toza chiqqandan keyin qolgan pulni berasiz. Chunki xafa bo'lmang do'stlar, bankli mashinalardan qo'rqaman-da. O'zi hozir sotmasligim kerak edi mashinada. Chunki qarzini chiqartirib bo'lib, tekshirtirib, keyin sotishim kerak edi. Hozir bu yerga birdan baraka berishyapti-ki, men xuddi kim hozir bular bermay olib buni qimmat sotadi degan fikr kelib qoladi odamlar. Men qimmat sotmayman, 1 million qo'yib sotaman. Ochiq gap. Yo'q, bu aka bemalol ko'rib maslahat qilib. O'tayotgan odamga ham muammosiz bo'lsa, menga ham shu muammo yo'qolib ketsin. Shu. Rozisiz-a? Mana aka, endi barakasini olasiz. Chunki men oldimda mashina, siz emas. Mayli.